dahshat otaxonlar. Nima deydi kattani? Voy joning sog' bo'lgan. Ash tushib ketyapti menda. Voy bunaqasini qay. Voy mahkam ushlang. Voy o'rtoqlar 1,5 kilo. Voy joning sog' bo'lgan. Otani xursandligini suvga tushib yuboray deyapti. Bitta yaqinroq olib keling, mahkam ushlang, ashi ko'raylik. Voy buni qarang. Do'stlar, uzoqroq olyapman lekin. Çok olibdi-da o'zi yo'q. Voy joning sog' bo'lgan. Ana natija. Voy sukut. Ana natija. Ana. Xuddi o'zim tutganda xursand bo'lib, ariyamcha qilib oldi meni. Ana natijani bo'lmas. Otaxon aytdilarki, bitta tutay ketaman dedilar. Natijani qarang. O'taman oldingizga yomon qarang. Oldinga keldi. Men ololmayapman nimasi. Uning hayajonlanmay. Voy o'rtoqlar mana qaranglar, mazza. Yo, tortib ketdi-da pastga. Joning sog' bo'lsin. Bitta chuvalchanga chiqdimi? Bitta chuvalchanga. Mana olish kerak endi. Xuddi o'zim tutganday. Mana shu mendan tushib ketadi, ishonaveringlar, tushib ketadi. Ana. Voy Yo'q, o'rtoqlar bu videoga like bosmasalaring bo'lmaydi. Like tekin. Qadrli qiling o'rtoqlar. Maza qilinglar. Gap yo'q.